Ha, Husan yaxshimisan? Yo, ular yaxshimisan? Bugun choyxonamiz bor, kelarsan endi bu gal bahona qilmasdan. Generalda choyxonada. Bo'ldi, mana bugun xudo xolasa o'taman. Ha, bolalar. Mana srochni ishga chaqirib qoldi, xo'jayin telefon qilib. Mana soqolim ham olganim yo'q. Ishga bormasam bo'lmaydi. Chunki endi o'zlaring amallab o'tiribsizlar. Ular bugun choyxonaga kelarsan endi. Bu gal parod qilmagan, generalda choyxonadamiz. Ha, bo'ldi. Ha, bolalar. Yana nasib qilmadi-yu shu o'tirishimiz. Birdan o'g'limni tishi og'rib qoldi. Hozir doktorga olib bormasam bo'lmaydi, yo'q, ish qolgan mana, ketyapti yonda. Tez boringlar. Ha, bo'ldi mana. Mana shunaqa bo'lib qoldi endi bolalar, xafa bo'lmaysizlar, o'zlaring o'tirib. Keyingilarda o'tiraman. Ha, bolalar. Bugun bormoqchi edim, bora olmayman shekilli. Mana qizim kelib qoldi, nevaralarim kelib qoldi. Endi qachon ketadi bular bilmayman. O'shanga bugun o'zlaring amallab o'tirurlaring, boshqa ilojimiz yo'q. Ha, bo'pti. Saydalo. Ben bir qo'shni bolalar. Oshib tashlagan. Gel o'g'il, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Alaykum. Tinchmisan? Ajal meni ko'rishmaymiz ama. Ha. Endi o'zim aybdorman. O'tiramiz deganlar endi bir ishxonam chaqirib qoldi, hali o'g'lim chiqarib qoldi. Mana bugun ham choyxonamiz bor ekan. Ben qizim nevaralarim keldi debchi, o'z senga to'g'ri aytaman, bahona qilolmayman bor. Hech qanaqa bo'lmayapti. Bolalar bilmasin-ku. Pulimni yetkazib olmayman. Oylik olmayman. Bu yerda arendam bor, kreditim bor. Oylik ro'zg'or yetkazib bo'lmayapti. Choyxonaga pul olib turolmayman. Aka, pulim yo'q, ishim bor deb gapirmay. Ba'zi pulingiz bo'lsa ham choyxonaga boraman desangiz ham bor-ku, bola yig'ila olmaydi. Bugun ham choyxonamiz bor edi, lekin siz nevaralarim kelgan, qizim kelgan deb bahona qilibsiz. Bola o'shanga ulug' kelmas ekan, ishi bor ekan deb 6 oydan beri shu ahvol. 6 oydan beri siz mana shunaqa bahona qilganingizga yig'ila olganmiz aka. 6 oydan beri shunaqa o'tirmayapsanlarmi? O'tirmayapmiz, ha. O'zlaring o'tirmaysanlarmi? 12 ta bola bo'lsa aytdim, men yo'q bo'lsam 12 ta bo'lasanlar-ku. Ishonmasangiz, bugun telefon qilingda, bo'ldi, bo'shadim, bolalar qayerda o'tiramiz deb, shunga ham bahona qiladi. Sizni aybdor qilyapti. Kimga qilaylik? Shu Husanga qilaman endi jo'raboshimizga. Ha, shu Husanga qiling. Ishqib, choyxona bugun kelgan deb adres aytib chaqirib olmaydimi? Siz oldin qiling, ko'rasiz bahonasini. Ha, Husan yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ha, men Ulug'bekman. Ular bugungi choyxonani bildingmi? Ha, yo'q, bildim. Sen bahonalar. Qizlar menga qara, Husan gap to'xtatgan, qizlarim ketdi. Endi nima Qizlarim ketdi. Mana hali kun yorug'i, hali yig'ilmagan bo'lsa, men borolmayman. Qaysi choyxonaga borish kerak? Alo, jim bo'lib qoldi. Ko'rsatma. Ular Ha, yani qayim bugun semenda ekan-ku. qayinmi? Ha, mana shu qayim ham. Qayim semendamiz. Orqaga tortdi, qanaqa o'tiramiz endi qayim yo'q bo'lsa. Ha. Mana qaymlarga parvoz chilandik. Ha, bo'ldi. Qachon o'tiramiz? O'tiramiz, qaym orqaga tortyapti-yu. Qaym orqaga tortayotgandir. Ha, bo'pti, mayli, xo'p. Bo'pti, o'rtoq. Shunaqa qilsam bo'lar ekan. Bas, bo'ldi, bundan buyon pulni boraman, bo'shman deb turaman. Boraman deydi, ba'zi yig'ilmaydi. Siz boraman deb qo'ying. Agar unaqa demasangiz aybdor bo'lib qolasiz. Ba'zi hech kim yig'ilmaydi, aka.